Diqqat, aholiga tezkor xabar: pensiya yoshi o'zgaradimi? Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Pensiya yoshi o'zgaradimi? Assalomu alaykum yana bir bor aziz yurtdoshlar. Albatta pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni ayollarga xushxabar. Ayollar bu videoni oxirigacha ko'rsin. Ya'ni pensiya oladigan ayollar bu videoni oxirigacha ko'rsin. Ya'ni ko'pchilik aytayapti, pensiya yoshi o'zgaradi, pensiya yoshi o'zgaradi deb. Rostdan ham o'zgaradi, chunki ko'p odam aytayotganda 2026-yilda pensiya yoshi o'zgaradi deb. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, hamma ma'lumotga ega bo'ling. Aziz yurtdoshlar, ya'ni aziz ayollar, bu video aynan sizlar uchun yasalgan video bo'ladi. Men ham bu ma'lumotlarni internetda olyapman, lekin videoning oxirida sizlarga eng zo'r ma'lumotlarni berib o'taman. Xullas, ko'pchilik aytayapti, ayollar pensiya yoshi o'zgardi deb. Rostdan ham o'zgaradi. Ya'ni 2026-yildan ayollar pensiya yoshi o'zgaradi. Ya'ni ayollar 55 yoshdan olayotgan bo'lsa, hozir endi 50 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik aytdi, ayollar pensiya yoshi o'zgaradi, ayollar pensiya yoshi o'zgaradi deb. Rostdan ham pensiya yoshi o'zgaradi. Videoga обязательно like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Tekin hech qanaqa bizga pul olib kelmaydi. Xullas, ayollar pensiya yoshi o'zgarsa, foydasi bormi, zarari bormi? Xullas, shuni ham kommentariyga yozib ketinglar. Ya'ni ko'pchilik aytdi, 48 yoshdan ayollar pensiyaga chiqadi deb. 25-yilda aytishgandi. Hozir endi aytishyaptiki, internetdagi ma'lumotga aytyapman. 50 yoshdan ayollar pensiyaga chiqadi deb. Xullas, ayollar endilikda ayollar pensiyaga chiqish yoshi 50 yoshdan tayinlandi deb aytishyapti. U ham hali unaqa ma'lum emas. Vaqt ko'rsatadi ular. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik kommentariyaga negativ yozyapti ekan. Negativ yozmanglar, chunki menga ham yoqmaydi, chunki bu videoni hamma ko'radi, butun respublika. Shuning uchun negativ yozib kommentariyaga ko'rda yozmanglar. Ikkinchi ma'lumotni aytib o'taman. Pensiya yoshi o'zgaradimi? Pensiya yoshi ko'pchilik aytdi, pensiya yoshi o'zgaradimi deb. O'zgardi aziz yurtdoshlar. Erkaklarniki 60 yoshga bo'lib tayinlandi shekilli menimcha. Men ham o'lim internetda olyapman. 3-ma'lumot. Pensiya yoshi o'zgardi. 2-ma'lumot deydi. 3-ma'lumot, pensiya puli qachon oshadi? Pensiya puli ham sekin oshadi aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmaylik. Videoga like bosamiz, kanalimizga obuna bo'lamiz. Обязательно like bosinglar aziz yurtdoshlar. Like bizga motivatsiya bo'ladi. Keyingi videomizda vaqtida bo'lsa, обязательно yozib ketinglar. Bizlarga ham qiziq u ma'lumot. Negativ yozmanglar. Sizlardan bitta iltimosim shu bo'ladi.